etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl 26-qism. Allohim janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlaring bo'lsin. Ul salovatlar ila u zotga muhabbatim va yaqinligimni ziyoda et. Qalbimni pokla, mushkulimga kushoyish ber. Payg'ambarimiz Madinaga kelganlardan boshlab islom dini ham davlat ko'rinishida shakllana boshladi. Kufr va iymon o'rtasida haqiqiy kurash boshlandi. Yahudiylarning ruhoniysi Abdulloh ibn Salom keldi. Mening ba'zi savollarim bor. Bu savollarga faqat haqiqiy payg'ambargina javob bera oladi. Abdulloh ibn Salom savol bera boshladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. Abdulloh ibn Salom darhol iymon keltirdi. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ. Albatta ahli kitoblardan Allohga, sizlarga tushirilgan narsaga, ularga tushirilgan narsaga iymon keltiradiganlari, Allohga o'zini xor tutib bo'yin egadiganlari, Allohning oyatlarini arzon bahoga sotmaydiganlari bordir. Ana o'shalarga Robbilari huzurida ajr bordir. Albatta Alloh tez hisob zotdir. Alloh haqqi, bu odam haqiqiy payg'ambar, lekin yahudiy qavmi bo'xtonchi va yolg'onchi qavmdir. Avval ularning orasidagi mavqeim haqida so'rashingizni istardim, chunki ular islomga kirganimni bilishsa, meni haqoratlashadi. Ey yahudiylar jamoasi, Muhammad bizdan nima istaydi? Shon shuhratimizni ketkazishni, obro' e'tiborimizni yo'q qilishni va oramizda nizo chiqarishni xohlaydi. O'z qavmi orasida ham shunday qilgandi. Ey yahudiylar jamoasi, Muhammad sizlarni chaqiryapti. Muhammad bizni nega yo'qlab qoldi? Yuringlar. Boraylikchi nima ishi bor ekan? Yuringlar. Qani ko'raylikchi nima ishi bor ekan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Salomning orangizda mavqei qanday deb so'radilar. U bizning olimimiz va olimimizning o'g'li. Ichimizdagi eng taqvodor va taqvodorimizning o'g'li.